Yaxshi chiqdimi jonim? Zo'r chiqdi jonim, prosmotr bo'ng'illa bersa bo'ldi. Ella conmigo andaba martillando. Ella conmigo andaba martillando. Ella conmigo andaba martillando. Qani bitta videoni ko'raychi. Wow, bo'ldi, trendga chiqib ketaman bu videoni qo'ysam. Assalomu alaykum. Va alaykum. Siz bilan gaplashuvmidik? Men bilan gaplashuvding, tinchlik? Ne sansirab tashyapsiz? Ha? Telefon bor ekanmi sotiladigan? Shunaqa muomalam mana shunaqa nima edi? Ha, tushib oling, bundan gaplashaylik. G'alati emasmi? Ochib Tushing. olishing, so'ramasdan, yetmasdan. Qani sotiladigan telefonni ko'rsating. Shartmi? Ha, odam bilan gaplashyapsiz-ku. Men boshqacha deb o'ylayman. Telefonni ko'rsating. Mana. Necha pul beray bu telefonga? 2000 berishga aqling yetadimi? Voy, o'zingiz bilanmi? Jinnimisan? Aqling yetmaydi o'zimga. Nimalar deyapsan? Normalniymisan sen? Bo'ldi, o'chiramiz. Mana bu ochiq sochiq kiyim olganingiz ham cho'tki chiqdi. Rekki chiqib ketadi. Qaraslar o'zimmi? Shunaqa. Bo'ldi, men telefoningizni. Davay. Buyuk bobokalonlarimiz Amir Temur, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy. Bu ro'yxatni cheksiz davom ettirsa bo'ladi, lekin shu buyuk insonlarimizni kinday qoni to'kilgan yurtda yashayotganimizni unutib qo'ymadikmi? Butun dunyo tan olgan ajdodlarimizga munosib avlod bobomiz ham Mani elim, illatim, oynadagi go'zal axloq degan libosi bor millatim.